Uy sharoitida ozish uchun maxsus jihozlarsiz ham samarali mashqlar qilish mumkin. Eng muhimi muntazamlik va to'g'ri ovqatlanishni bajarsangiz bas. 15-20 daqiqalik uy sharoitidagi ozish mashqlarini sizga tavsiya etamiz. Joyda yurish mashqi 2 daqiqa. Tizzalarni balandroq ko'taring. Yurak urishni tezlashtiradi va kaloriyani yoqadi. Jumping jack 1 daqiqa. Qo'l va oyoqlarni bir vaqtda ochib yoping. Butun tanani ishlatadi. O'tirib turish squat mashqi 15-20 daqiqa. Son va dumba mushaklarini mustahkamlaydi. Orqani tik tuting. Mash up 10-15 marta. Qo'l, yelka va ko'krak mushaklarini rivojlantiradi. Boshlovchilar tizzada bajarishi mumkin. Motion climbers 30 soniya. Qorin yog'larini kamaytirishga yordam beradi. Tez tempda bajaring. Planka mashqi 30-60 soniya turing. Qorin va bel mushaklarini mustahkamlaydi. Burpee 10 marta. Eng ko'p kaloriya yoqadigan mashqlardan biri hisoblanadi. Mashqlarni qanday bajarish kerak? Barcha mashqlarni ketma-ket bajaring. 1-2 daqiqa dam oling. Yana 2-4 marotaba takrorlang.